Assalomu alaykum. Hurmatli bizlarning kuzatuvchilarimiz, Mastona med klinikasining obunachilari. Bugun sizlarga klinikamizda o'tqop yuvish jarayonini to'liq obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ko'plab kelayotgan savollarga jarayonda javob berib ketamiz. Birinchi savol: tomog'imda og'riq bo'lmaydimi? Shlanka yutayotganim deganligi. Lidokain ishlatamiz. Lidokain spreyi bu tomog'idagi chувствительность, sezuvchanligini kamaytiradi. Tomog'ida og'riq his qilinmaydi. 100% hammaga mumkin. Bemorimiz qizimizda muammolari nima? Yuzdagi toshmalar, ugledan keyin qolgan dog'lar, oshqozonda behuzurlik, jig'ildon achish, hazm bo'lmasligi, ich qotish muammolari bor. Endi boshladik. Protsedurani ko'rsatib boraman. Qilamiz, tilni chiqaramiz. Lidokain ta'siri 5 minutdan 7 minutgacha bemorimiz o'tirib turadi. Uzun tutqizib qo'yilgandan keyin shular yopiq qulaylik uchun qo'yamiz. 40 minutdan 1 soatgacha fizikultura qilishga harakatga keltirishimiz kerak. Koridorda yuradi mijozimiz. Bitta mijoz uchun o'tqop yuvish jarayoni umumiy olganda 3 soat davom etadi. 2-2,5-3 soatgacha davom etadi. Holatga qarab, hammada individual bo'ladi. Mana hozir o't suyuqligi mana shunaqa holatda horizont orqali mana ko'rib turibsizlar. Eng birinchi dorilarni quyib oldik. Keyin orada 40 minut jubash qilib yotiladi, gimnastika qilib, issiq grelkada 40 minut, yarim soat, 1 soatdan keyin mana o't ochiladi. O't zond orqali ochiladi. Mana jarayonni ko'rib turibsizlar. Umumiy 3 soat deganda mana o't suyuqliklari ajralib chiqyapti.